Assalomu alaykum barchaga. Ikkinchi darsda ko'rib turganimdan xursandman. Xullas, bu darsda nimani qilamiz? Kerakli instrumentlar, asboblarni sozlab olamiz va oldin do'konga ilk qadamlarni qo'yamiz. Demak, boshlaydigan bo'lsak, bizaga kerakli instrumentlar nima? Ya'ni yangi Gmail kerak. ahos.uz dan ro'yxatdan o'tish kerak. Ahos nima? Bu bizani domen oladigan joyimiz. Ya'ni Google, Yandexlarda misol uchun uzum.uz deb qidirsangiz, o'sha uzum degan nomni mana shu Ahos saytidan olinadi. Boshqa serverlar ham bor, lekin Ahos eng aktuallisi men uchun Ahos. Keyin bizga nima kerak bo'ladi? Login parollarni yozib qo'yish. Maslahat berardim. Gmail ochasizmi, Ahosda ro'yxatdan o'tasizmi, onlayn do'konda registratsiya qilasizmi, login parollarni alohida bitta Telegramga kanalingizni ochib qo'yasizmi yoki qanaqadir daftaringizga yozasizmi, faqat esdan chiqarmay muhim joyga yozib qo'ying. Esdan chiqmasin, bu juda ham muhim va bizga viza karta kerak bo'ladi. Agar sizda Gmailingiz o'zingizniki bo'lsa va login parolni bilsangiz muammosi yo'q. Agar bo'lmasa, maslahatim bitta yangi Gmail ochsangiz yaxshi bo'ladi va biza endi amaliyotga o'tamiz. Xo'p, ahos.uz. Men hozir bu yerda kirib turganim, boshdan ko'rsataman. Bizaga ahos.uz ko'rib turibsiz. Kirganimizda mana shu sayt chiqadi. Bu saytdan biza hozir vxod va kabinetni tanlaymiz. Yuqoridagi vxod va kabinetni tanlaymiz. Va chap tarafda registratsiya tugmasi bor. Registratsiyani bosamiz. Men bu yerda registratsiyadan o'tmayman, sababi men registratsiyadan o'zim o'tganman. Buni dars jarayonida o'zimni profilimni ko'rsatib qo'yaman. Siz esa mana shu yerda email adres va parollarni yozib, sozlab parol qilasiz va galochkalarni belgilab registratsiya qilasiz. Bu endi nimada ro'yxatdan o'tkazgandan keyin sizdan pasport ma'lumotlaringizni so'raydi. Bu xavfsiz. Nima uchun? Sababi har bitta domen kimni nomiga olinayotganini davlat bilib turishi kerak. Erta bir kun qanaqadir qanaqa vaziyatda shu insonni topish uchun-da. Bu o'zi aslida xavfsiz, bemalol tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu yerda fizический лицо va organizatsiya degan narsa bor. Fizический лицо bo'lib o'tasiz, ya'ni oddiy foydalanuvchi, ya'ni jismoniy shaxs bo'lib o'tsangiz ham bo'ladi. Buni ro'yxatdan o'tish oson, men buni ko'rsatib o'tmayman. Bemalol o'zingiz ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin o'sha yangi Gmail ochasiz, ya'ni birinchi yangi Gmail ochasiz va ro'yxatdan o'tib, keyin Ahosda registratsiya qilasiz. Undan keyin bizga nima kerak bo'ladi? Undan keyin bizga onlayn do'konimizga ilk qadamlarni qo'yamiz. Men hozir birdan oyna ochdim. O'zi onlayn do'konga kirish uchun mana biza tilda nuqta mana shu platformadan foydalanamiz. Nega aynan bu platforma? Hozir qisqacha tanishtirib o'taman. Boshqa platformalar ham juda ham ko'p. Tilda o'zi Rossiyaning platformasi bo'lib, adashmasam 2015-yildan beri bor. Va tilda qolgan no coding platformalarga nisbatan ancha interfeyslari zo'r, tushunish oson, dashbordlari zo'r, onlayn do'konni boshqarish panellari juda ham zo'r va tariflari, ya'ni server narxlari arzonroq va tezroq ishlaydi. Qolgan misol uchun Shopify bor, WooCommerce bor va boshqa platformalar bor, lekin men o'zim ishlaganimda shaxsan tilda men uchun ancha aktuallisi bo'lib qolgan. Haligacha shu narsada turadi. Xo'p, endi biz registratsiya qilamiz. Registratsiya qilish uchun o'ng qo'lda registratsiya tugmasini bosamiz. Xo'p, bu yerda o'zingiz ismingizni yozib qoldirasiz. Misol uchun men Olim deb yozib qoldirdim. Elektron pochtani kiritamiz. Men misol uchun o'zimda рабочий nonim bor. Gmailim bor, shuni ochib qo'yaman. gmail.com. Xo'p, parolga o'zingiz uchun bironta parol topasiz va buni alohida bitta joyga yozib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Misol uchun men o'zimda parolni shunchaki yozib qo'ydim va zaregistrovать ro'yxatdan o'tamiz. Mana bu yerda kuchukcha belgisi qolib ketibdi. Поставьте галочка клиника на kvadrat. Ya'ni biz robot emasligimizni tasdiqlaymiz va registratsiya qilamiz. Va ochiladi ekran. Ekran ochilganda sizdan proyekt nomini so'raydi. Buni xohlasangiz yozib keyinchalik o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Men misol uchun onlayn
do'kon ochish deb qo'yib proyekt nomini va Sazzat bosamiz. Bosganimizda mana tabriklayman, bu sizni platformani asosiy dashbordi. Va nihoyat siz mana shu onlayn do'konga mana shu bu yerda aytganmiz, onlayn do'konga ilk qadamni qo'yamiz deb. Mana shu sizni onlayn do'koningizga ilk qadamingiz bo'ldi va hozir kichkinagina yana nastroykalari bilan ko'rsatib o'taman. Agar siz videoda telefondan ko'rib yoki kompyuterdan ko'rib bir tarafdan bajarib ketayotgan bo'lsangiz, judayam yaxshi. Xo'p, birinchi ishni nimadan boshlaymiz? Biz birinchi ishni ya'ni tarifni aktivlashtirishdan boshlaymiz. Ya'ni bu uchun yuqorida tarif и оплата qismiga o'tamiz. Mana bu yerda yozib qo'yibdi, aktivatsiya, ya'ni bepul tarifi ham bor. Bepul tarifida onlayn do'konda katalog ochish mumkin emas. Lekin personal tarifini olasiz. Buni olganingizdan so'ng sizga 14 kun bepul muddat beradi. 14 kun ichida bemalol onlayn do'koningizni ochib ishga tushirishingiz mumkin va 14 kundan keyingi narxlar oyiga 100 ming so'm server uchun, server va tildani o'zini rasxodlari uchun. Va agar yillik to'lasangiz personalda bu 1,200,000 bo'ladi o'z aslida, lekin 400 ming so'mga ketganda 800 ming so'm bo'lgan. Biznes tarifi bor. Bu yerda so'rashingiz mumkin, biznes bilan personalda nima farqi bor? O'zi aslida juda ham katta farqi yo'q. Men sizga bitta zo'r misol keltiraman. Onlayn do'kon bo'yicha-da. Onlayn do'konda personal bilan biznesda asosiy farqi, personal tarifda siz 5 mingtagacha mahsulot joylashingiz mumkin. Biznesda esa 50 mingtagacha mahsulot joylashingiz mumkin va biznesda yaxshi tarafi, misol uchun bitta Gmail orqali 3 ta 4 ta onlayn do'konni ro'yxatdan o'tkazish, 5 tagacha onlayn do'konni ro'yxatdan o'tkazishingiz va bitta kabinetda 5 ta onlayn do'koningizni boshqarishingiz mumkin biznes tarifda. Ularning to'lov alohida bo'ladi. Lekin personal tarifda esa Gmaildan bitta nimada onlayn do'konda ro'yxatdan o'tkazadi. Biz hozir eng birinchi qilayotgan ishimiz aktivirate qilamiz. Agar bu narsani aktivatsiya qilmasak, bizaga funksiyalar ochilmaydi. Hop, bo'ldi, mana aktiv bo'ldi. Tarif oplachindo, ya'ni 13-fevralgacha bizaga bepul muddat berdi. Hop, endi ketamiz, asosiy ekranga o'tamiz. Asosiy ekran kirganda o'zi mana shunaqa shaklda bo'ladi. Biz bosamiz. Bu yerda nimada? Asosiy ekran, ya'ni dashbord turadi. Endi biz buni birma-bir to'ldirib chiqamiz. Birinchi navbatda biz katalogni ochib olishimiz kerak. Buning uchun nastroyka saytiga kiramiz. Mana bu juda ham muhim qismlar. Bularni dars jarayonida tushuntirib o'taman. Hammasini emas, sizga eng kerakli qismlarini tushuntirib o'tib boramiz. Eng pastga tushamiz. Ishyo bo'limiga o'tganimizda ishyo bo'limiga o'tamiz va eng past qismida подключить katalog tovar bosamiz. Ya'ni biz onlayn do'kon ochishimiz uchun katalogni подключить qilishimiz kerak. Начать работать bosganimizda bizda mana aktivatsiya bo'ldi. Ya'ni bizani onamiz ochildi. Katalogimiz ochildi. Bu yerdan bemalol bo'limlarimizni ochishimiz va juda ham ko'p imkoniyatlar bor. Buni o'zini alohida darslik sifatida ko'rsatib o'taman. Bu birinchi sodlamalar bo'lgani uchun chuqurroq kirmaymiz. Hop, mana ochildi. Ochilgandan keyin aytamiz, mana yuqorida ko'rgan bo'lsangiz, tovar qismi alohida bo'lib ochilib turibdi. Hop, tovar qismini ochganimizdan so'ng biz yana bitta kichkina qismni bildirib o'tishimiz kerak. Mana CRM qismiga o'tamiz. CRM qismida ham biz bitta Sazzat Navoiy list qilishimiz kerak. Bu nima? Hozir aytaman. Misol uchun buyurtmalarni yozib qo'yaylik. Buni istagan so'zingizni yozishingiz mumkin. Bu nimada? Bu CRM, ya'ni buyurtmalar kelib tushadi-ku. Buyurtmalar aynan mana shu panelda ko'rinadi. Boshqa panellar ham bor, ko'rinadigan. Uni zakazlarni misol uchun ish jarayonida ko'rsatib o'taman. Asosan buyurtmalar mana shu yerda kelib tushadi va bularni ham shu yerda ko'rinadigan va buni sozlamalari ham bor. Buni darslarimizda ko'rsatib o'taman hammasini. Va hozir eng kerakli birlamchi nimada menyular, ya'ni sozlamalarni tushuntirib o'taman. Bizda keyin подключить domen bor. Domenni biz oxirida ro'yxatdan o'tkazganimiz yaxshiroq. Xo'p, endi esa kichkina Sazzat Navoiy stranitsa ochamiz. Okey. Xo'p, qaranglar.
Tildan yaxshi tarafi bu yerda mana bitta puster stranitsa borki, magazin degan narsa bor, ya'ni onlayn do'konlar. Bu yer shablon. Ya'ni shablonlar bor. Istagan bittasini tanlab turib, sozdat qilsangiz, mana shu shablonni ko'chirib beradi. Siz faqatgina o'rniga mahsulotlarni qo'shib chiqishingiz va rasmlarni, matnlarni o'zgartirib chiqishingiz mumkin. Lekin men buni maslahat bermayman. Sababi bu yerdagi onlayn do'konlar shabloni asosan Rossiya bozoridagi mutaxassislar tarafdan qilingan va Rossiya mentalitetiga moslashtirilgan. Bizdagi onlayn do'konlar strukturasi sal boshqacharoq va bunaqangi juda ham ko'p ma'lumotlar odamlarga keraksiz qismlari ko'p. O'shaning uchun biza o'zimiz uchun har doim mana bu biznes qismiga o'tganimizda pusta stranitsa ochamiz va pusta stranitsa ochganimizda mana shunday oyna ochiladi. Hop. Bu yerda qo'shimcha o'rgatishlarni ko'rsatib turgan, bemalol bilan o'tkazib olsangiz bo'ladi. Men sizga hammasini dars jarayonida hammasini birma-bir tushuntirib boraman. Agar siz mana shu qismigacha mahsulot, ya'ni onlayn do'kon ochgan bo'lsangiz, tabriklayman. Siz nimadir darsda faol ishtirok etayotgan bo'lasiz. Endi 3-chi darsga o'tamiz. 3-chi darsga o'tishdan avval maslahat berardim. Videoni to'xtatib, agar qilmagan bo'lsangiz, onlayn do'konni ro'yxatdan o'tkazib, mana shu shaklga keltirganingizdan keyin 3-chi darsga o'ting va biz 3-chi darsda qolgan eng muhim qismlardan birini ko'rib chiqamiz.